chiqarayotgan mahsulotingizni aybini o'zingiz bilsiz, aynan mijoz ham xuddi o'shatini topib sizga shikoyat qiladi. Biz ham chiqarayotgan mahsulotlarimiz aybini Xudodan so'radik. Mijozlarimizga orqadan bir avanni ko'simiz lustramiz chiqdi, Xudo xolasa. Mana buni ham chekkalarini versachi qildik. Choklarini bir sifatiga e'tibor qilamiz. Tunikasining yumalaqligi ham juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa bu kech payt ko'rinishi mana diodlari shunaqa mana kech payt Xudo xolasa. Bu chekkadagi plafonlar bilan yonish holati. Bunda ham chekkasida 8 ta o'nli plafoni bo'ladi. Jami 80 li. Yana 120 ga 180. Bu mahsulotimiz ham Xudo xolasa xalqimizga yoqadi degan umiddamiz. Shunaqa holat kimda bo'lgan ustalar, kommentariyada yozib ketasizlar. Chiqargan mahsulotingizni aybini o'zingiz bilasiz va klient ham aynan o'sha joyini topadi.